Bola puliga topshirgan arizangiz mahalla yettiligi tomonidan rad etildimi? Unda ushbu video aynan siz uchun. 2026-yil 29-yanvar sanasida Vazirlar Mahkamasining 35-sonli qaroriga asosan sizning arizangiz mahalla yettiligi tomonidan noqonuniy rad etildi deb hisoblasangiz, misol uchun ushbu qarorga asosan mahalla yettiligi sizni arizangizni noqonuniy rad etildi deb hisoblasangiz, misol uchun mahalla yettiligi sizni uy-joyingiz yaxshiligi uchun yoki bo'lmasam ishtiromlaringiz akfa bo'lgani uchun, bir nafar farzandingiz bo'lganligi uchun arizangizni rad etgan bo'lsa yoki bo'lmasa mashinangiz yo'q bo'lsa ham mashinangiz bor deb arizangizni rad etgan bo'lsa yoki tomin shifrdan ekan deb arizangizni rad etgan bo'lsa, siz mahalla yettiligining ustidan apellyatsiya kengashiga shikoyat ariza berishingiz mumkin. Shikoyat arizasini uyda o'tirgan holda my.gov.uz orqali berishingiz mumkin yoki bo'lmasam yashash manzilingizdagi davlat xizmatlari markaziga borib shikoyat ariza berishingiz mumkin. Shuningdek, yashash manzilingizdagi inson ijtimoiy markaziga borib apellyatsiya arizasi, ya'ni shikoyat arizasi berishingiz mumkin bo'ladi. Shikoyat arizasi qanday yoziladi deydiganlar uchun Telegram kanalimizga shikoyat arizasini namunasini qoldirganmiz. Telegram kanalimiz havolasi sahifamiz shapkasida va istoriyada. Ushbu xabarni bola puli to'g'rilay olmayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yishingiz mumkin. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz sahifamizga a'zo bo'ling.